Mana shu bolani 3 ta so'z bilan ta'riflang. Abbos bu. Abbos. Bilsa pulxisdan. Yo'q, Abbos bu. Aytishadi, gapga balo deyishadi-yu. Meni aytyapti. Bir. Ja, unaqa past emas. Oq ko'ngil. Men ko'ynini bilmayman. Unga o'zim ham qo'shilib. Yo'q, oq emas, qora emas. Ola bular. Cho'rni bering. Ha, o'rtarog'ida turibdi, siz ko'nglingiz o'xshaydi. Siz lekin bilasizmi, juda ham omadli qizsiz. Nimaga? Mendek odam olib turibsiz, omadli bo'lmaysiz. Qarang, mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Siz balki omadlisiz. Gollivud yulduz bo'laman hali kelajakda qarab turing, niyatim bor. Shohruxxonni taniysizmi hindistonlik? Ana taning. Siz emasmi? Ko'rdingizmi? Odamlar o'zi tan olyapti. Agar kahun tumsa hasi. Tanishingiz mumkin demoqchi edim. Ko'rsatuvga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r ko'rsatuv. Abbos bo'yi past emas ekan deydi. Abbos bo'y past emas ekan-da. Rahmat. Men uchun past. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Siz menga o'rgatyapsiz, nima bo'yim bo'laman. Xuddi bir yuriyman men. Uylanasiz baribir ham. Uylanasizmi yo'qmi? Voy deyish kerakmi yo deyish kerakmi? Nega unda o'g'irlading yurakni? Qizim yo'q. Kimgadir bo'lsa ham uylanasiz, to'g'rimi? Uni topib Bo'y bo'lgan. baland bo'lish kerak. Topib bo'lgan uni bo'yi past mendan. Ha, bo'ldi bo'lmasa. Yo'q, hali bo'lmaydi. Ha, ajdar, sog' bo'linglar, saraman. Ertaga ko'rishguncha.